Vaqt tugadi o'zi. Bu ustozlar vaqtimiz chegaralangani uchun birinchi nima aytadi? Muammo. Qanday muammo bor? Muammolarni olayotgan bo'lsak, o'sha xonasidan chiqib, ko'chalardan chiqib muammo olayotgan bo'lsak, xonaga 3 kundan keyin tashkillashtirish. Muammoda endi bizda. Yo'q, siz hozir Partiyadan aytyapsiz, Xosdan aytyapsiz. Muammo xonada har joyda qolishi. Mamlakatda, tagida qolishlik juda katta muammo hisoblanadi. Ya'ni yana ham aytib o'tishimiz bo'lib ketishi mumkin. Stollarni betartib qolishi. Ikkinchi demak kamsiz holat bo'libdi. Endi maqsad qo'yishimiz kerak. Nima uchun? Bu vaqt kerak. Yaxshi, ustoz, boshqa 3. Demak, ustoz, siz endi muammoni aniqladik. Nega bu muammoni hal qilishimiz kerak va endi uni nima qilasiz? Birinchi navbatda qanday qilib o'sha tartibni saqlash, ozodalikni saqlash, rejalashga tushish, kamchiqimni chiqarish, masalan, xonani Juda yaxshi. qanday qilib Qarang, xonalar to'liq yo'q. O'quvchilar yo'q. O'sha yerda mana reja Stolga to'g'ri. Majlis navbatchilik tashkil o'quvchilar o'rtasida navbatchilik tashkil qilish. Tushunadi. Demak, yana boyitib boraversak bo'ladi. Rahmat, ustoz. Keyingisi, 4-inchisi. Vositalar. Bizga muammoni hal qilish uchun qanday vositalar keldik? Hamma o'zibdi. Birinchi o'rinda navbatchilarni belgilagan bo'lsak, tozalash anjomlarini qo'llaymiz. Misol qanday anjomlar kerak? Buning uchun sabr kerak. Supirgizni ko'p men o'qimayman, tavsiya qilmayman, chunki chang ko'tariladi. Keyin boyagi qo'l lattalar kerak, tanglarni artishga. Va eng asosiysi o'sha biz o'quvchilarni shu narsaga o'rgatishimiz kerak, o'sha chiqitlarni alohida